Assalomu alaykum hammaga. Jiyobul qishlog'iga boshlagan ishimizni bugun tugatib oldik. Xo'sh, bu kat yo'limizga yangi Wi-Fi miyamizdan qo'yib berganmiz. Xo'sh, bu kat yo'limizni bemalol telefonga ulab olib ishlatsa bo'ladi. Xo'sh, mana hozir bunda ham 70 gradus qo'yilgan, telefonda ham 70 gradus ko'rsatib turibdi. Xo'sh, bu yerdan gradusni ko'tarsak bo'ladi. Mana 70 ga qo'ydik, bu ham 73. Xo'sh, buni tushirib, mana bu yerdan kat yo'lini o'chirib yoqsak ham bo'ladi bemalol. Va yana yoqaveramiz. Mana bu yerdan o'zgartirsak yana kat yo'l ishlash boshlaydi. Mana yonish holatlari. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.